إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizning 22-ci darsini o'qiymiz. 22-ci darsimizda Sura Baqaraning 74-oyatining grammatikalik tahlillerini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ve inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu'l anhar. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki shuningdan keyin dilinglar qetib ketdi. Taşdak yoki taşdanmi qattiq qetib ketdi. Halbuki taşlar orasida ichidan suv etilib chiqib, eriqlar hosil bo'ladiganlari bor. Yerilib orasidan suv chiqadiganlarimi bor. Allah'tan korkup yuqurdan dumulap tushadiganlarmi bor. Demek taş yumuşaydı, sizlarning dilinglar bo'lsa yumuşamaydı ve ta'sirlanmaydi. Allah qilmishinglardan g'afil emasdir. Allah subhanahu wa ta'ala bularning qo'polligi, bularning qalblarining qetib ketganligi haqida xabar berib deydiki, summa qasat qulubukum. Sizlarning qalbinglar, ya'ni ey Yahudilar jamoasi, sizning ota-bobolaringlarning qalbi haqni qabul qilishdan qetib ketgan. U qalblarga ana shundoq parlaq mo'jizalarni ko'rgandan keyinmi, ya'ni ashu o'likni tirildirishdan iborat mo'jizani ko'rgandan keyinmi, yana ularning qalbiga fand nasihat va nasihatlar ta'sir ko'rsatmagan. Chunki ularning qalblari ta'sir qabul qilmaslikda toshga o'xshash, balki toshdanmi qattiqroq. Toshlar va halbuki toshlardan sular etilib chiqib, eriq hosil bo'lganlarim bor. Va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu'l anhar. Onundan östengler, taşlarının içinden östengler etilip çıkıp diyen gap. Yani bu yerda balagat cihetine bitqanda mahal sözlenip hal irade kılıngan östeng, soğusu östeng oldu şuna. Demek onundan östeng şekillenigen aşındak mol sular onundan etilip çıkıtkanlarımı var. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma. Taşlar içinden Allah'ın azametinden, korkkallıktan yerilip onundan su çıkıdığallarımı var. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah ve taşlar içinden parça bulap tağlarının üstünden dumulap şutğallarım var. Allah'tan korkkallıktan aşındak tağlarının çukurlardan dumulap şutğalları var. Demek fel hicaretu telinu ve takşa ve kulubukum ya ma'şerel yahud la teta'asser ve la telin. Demek taşlar yumuşaydı. Taşlar korkudu. Ve halbuki sizlarning qalbinglar ey Yahudilar jamoasi ta'sir qabul qilmaydi, ta'sirlanmaydi, yumuşamaydi. Ve mallahu bi g'afilin amma ta'malun. Allah sizlarning qilmishinglardan g'afil emas. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning amallaringlarni kuzatib turur. Allah'a hech qanday bir narsa maxfiy bo'lib qolmaydi. Allah qiyomat kuni shu qilgan amallaringni qarata u har bir insonga jazo mukofot beradi. Bu oyat-i karimda buna Allah subhanahu wa ta'alaninki qattiq bir ogohlantirishi bor. Har bir insonning cho'qim ishlariga diqqat qilishi lozim ekanligiga bir ogohlantirish bor bunda. Endi oyat-i karimning grammatikalik qismiga qaraydigan bo'lsak, summa qasatubukum min ba'di zalik summa huruful atba littarahi. Yani ma'lum vaqt o'tganlikni ifodalaydigan harf atba. Qasat qulubukum degan jumla ma'tub bog'lang'uchi, ma'tufun alayqasi deganda badab qaralgan bir jumla bor. Fadarabuha tahiyyat. Ular o
o ülep ketken adamın udi de o payya tirildi degan bir cümlege şunun at boludu. Qasad fi'l madi mabni alal fath alal muqaddara alal alifil mahzub. Taşlangan alifning ustida ba deb qaralgan fathaga mabni qasad. Xuddi qasad ramat degan o'xshash. Nimishqa taşlangan o alif desa asli ikki sakin uçqashqanlikdan. Chunki qasad desak oxirdagi ayollikning ta'simi sukun, o filning oxirgi alif sukun o'rniga ikki iltiqo sakinayn, ikki sukun uçqashqanlikdan jihatidan bu yerda ilip taşlangan ilip üstü ba deb qaralgan fathaga mabni. Endi qulubukum qasad degan filning fa'ili. Endi qasad degan filning fa'ili qulub buludu. Çünkü qalbinki bu qulub, yani şu qasadda ta'u ta'nisning kelishi fa'ilning ayollik muomala qilinganligini ko'rsatib turdi. Qulubun muzaf, kum degan zamir muzaf bilan bo'lib mahalla majrur bo'ladi. Min ba'di zalik aşunundan keyin qasnundan keyin Allah aşı ülükni turgizgandan keyin degan bo'ldi. Min ba'di zalik jari majrur qasadga aloqador bo'lib aşunun zarf zamani. Fahiya kal hijara. Endi ularning qalblari aşunundan keyin mu yeni ularning qalbini aytib qetib ketdi. Chun limaza qasad qulubuhum min ba'di zalik. Sizlarning qalbinglar shundan keyin nima uchun ularning qalbi shuna qetib ketdi? Chunki ularning qalbi lianna qulubahum, chunki ularning qalblari haqni qabul qilmaslikda, ta'sir qabul qilmaslikda demakga o'xshash, toshga o'xshash. Xuddi toshmi bunda bir narsaning ta'siri qabul qilmaydi, shunga bumi ta'sir qabul qilmaslikda toshga o'xshaydi. Qabul qilganda bu bek oz qabul qiladi. Ev ashaddu qasva yoki ularning qalblari toshdan muqattiqroq shu ta'sir qabul qilmaslikda toshdan muqattiqroq desak, bu yerki fahiya kal hijarani jumla ta'liliya qilamiz. Fa'u ta'liliya bo'ladi. Ya'ni illat ma'nosini bildirgan hiya mubtada kal hijarati jar majrur xabar desak bo'ldi. Kal hijaratini jar majrur deb qarasak bo'ldi. Muzaf muzafın ilay deb qarasak bo'ldi. Kal hijaratdagi kap misli ma'nosidagi ism, kapni harfi jar desak, bu kal hijarati jar majrur bo'ladi. Kal hijarat kapni misli ma'nosidagi ism desak, muzaf muzafilay degan hukmni beramiz. Demak, hiya mubtada kal hijarati, ya'ni kapni misli ma'nosidagi vaqtimizda bu mush kap xabar bo'lib muzaf, al hijarati muzafın ilay bo'ladi. Yoki jari majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib xabar desak bo'ladi. Ammo ev ashaddu qasva masalasiga kelsak, ev huruful atba bi ma'na bal. Balki degan ma'noni bersak, bal ma'nosi bilan kelgan harf atbi desak yaxshi bo'ladi. Endi huruful atba o'tgan cho'qim ma'tub va ma'tufun alay bo'ladi. Unda da evdan keyin kelgan ma'tub qasi ashaddu qasva. Anda da ma'tufun alay qasi bo'ladi. Evinin aldık söz oldu. Anda da kel hicaretimu yoki hicaretimu yoki hiya kel hicaretimu ma'tufun alay degan vaqtimizda bu agar biz ashaddu qasvini jumla deb qarasak, ashaddu qasvinin ichida ev hiya ashaddu qasva desak, yine ashaddu tashlangan mubdaning xabari qasvatan tamizi ev hiya ashaddu qasva deb jumla deb qarasak, bu chog'da bu nagat bo'ladi. Fahiya hiya kal hijara degan jumlaga atib bo'lgan bo'ladi. Bu bir xil qarashimiz. Ammo biz ev ashaddu qasvini nima deb qaramagan vaqtimizda ev ashaddu qasvini jumla emas, bu yerda mubtada tashlanmagan degan vaqtimizda, bu qarashga kelgan vaqtimizda kal hijaratdagi kap qilgan. Agar kap misli ma'nosidagi ism degan vaqtimizda ashaddu qasva kapqat bo'ladi. Ashaddu kapqat bo'ladi, hijoragat emas. Yoki kal hijoragat bo'lmaydi, ashaddu qasva kapqat bo'ladi. Agar biz kapni misli ma'nosi desak, shunga ularning qalblari toshga o'xshash yoki toshdan muqattiqroq deymiz. Agar biz
kapni huruful cer desek, o'sha kap demegan vaqtimizda jari majrurga atba deb qaraymiz. O'sha kap qatba nima deydi atba deymiz uni kal hijaratiga atba deymiz. Demak, bu yerda ashaddu qasvini hiya kal hijaratiga atba qilsak bo'ldi, mubda tashlangan deb qarab turib, yoki kap qilib atba qilsaqmi bo'ladi, kapni muslimanatga ism deb qarab turib, yoki kal hijaratiga atba qilsaqmi bo'ladi, kapni harf jar deb qarab turib. Chunki jari majrur bu yerda o'rin jihatda boshqa ishlab kelgan xabar o'g'ashqa. Qasva tamiz, qasvatan tamiz ikkiga bo'linadi. Tamizi malfuz va tamizi malhuz. Bu yerda tamizi malfuzmi yoki tamizi malhuzmi degan bir savol keldi. Tamizi malhuz. Malfuz bo'lish uchun mumayyaz 4 narsani birdan kelish kerak. Miqdor ismlardan kelgan bo'lishi kerak yana. Yig'ib aytganda miqdor ismlardan kelsa bo'ladi. Ammo bu yerda tamizi malhuz. Tamizi malhuz degan nima desa, tamizi malhuz mumayyaz jumlada muloyiza qilinadi. Aniq bir lafzi mumayyaz bo'lmaydi. Ama tamizi malfuzda mumayyaz çokum miqdar isimleri olan şu vezn isimleri, kemçel külem isimleri degendek san sanat degendek mundaq bir miqdarını bildirgan söz oldu. Malhuz, tamizi malhuz da yine mumayyaz muloyiza qilinuvchi bo'lganda çokum tamiz 3 narsadan birini yetkazgan bo'ladi. Temiz yoki mubtadodan yetkazgan temiz o va yoki o faildan yetkazgan temiz va yoki maf'ulun bihdan yetkazgan temiz. Masalan, hammamizning aytib mashhur bo'ladigan bir misol var grammatika kitoblarida tabi zeydun nafsan. Tabi zeydun nafsan. Endi bir tabi fiil zeydun onun faili nafsan temiz. Temizi malhuz. Mush qasaten o'xshash temizi malhuz. Malfuz emas. Onda da bu yerki nefsen nimeden yetkelgen dese failin yetkelgen deymiz. Zeyd'nin nefsi pakiz oldu. Tabi Zeyd'in Zeyd pak oldu desek Zeyd'nin kimi pak mı, kalbi pak mı, bedeni pak mı, itikadı pak mı bunun okul olmaydı. Ama tabi Zeyd'in nefsen desek Zeyd nefsi cihetten gep yani bir yerki temiz failin yetkelgen tabi nefsu Zeyd'in degan mazmunda Zeydning nafsi vujudi pak bo'ldi, ruhiyati pak bo'ldi, pak yoki Zeydning vujudi yaxshi, pokiza degan bir ma'no chiqadi. Shunga o'xshagan qasvamu bu yerda mubtadodan yetkazgan desak, aw ashaddu qasva aw hiya ashaddu qasva qiyas qilgan mubtadodan yetkazdi deyishimiz uchun cho'qim ashaddu qasvaning boshida hiya degan mubtado bor deb qaraymiz. Hiya ashaddu qasva. O hiya nimaga qaytadi? Qulubga qaytadi. Unda bo'lsa, aw hiya ashaddu qasva. Yoki ularning qalblari toshdan qattiqroq degandan keyin biz bu yerda minal hijarani taqdir qilamiz. Aw hiya ashaddu qasva aw hiya ashaddu qasvatan la ta'lil biz buni tahlil qilsak, hiya degan mubtadodan yetkazgan, ya'ni hiya degan mubtado zimni nima qaytdi? Qulubga qaytdi. Aw qasvatu qulubikum ashaddu min al-hijara. Sizlarning qalblaringlarning qattiqligi toshdan qattiqroq degan bo'ldi. Ya'ni aw qasvatu qulubikum ashaddu min al-hijara degan mazmunda. Mana buni mubtadodan yetkazgan tamiz deymiz. Tamiz malhuz. Ve inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Diki ve inna dik ve haliye. Min al-hijar inna harf mushabbah bil bil min al-hijara jar majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib ilgari kelgan xabar lama dik lamul muzahlaqa. Yani asli şu cümlenin 5 tutgan lamdi mubdanın 5'de ama bu 5 cümlenin 5'i inne bilen kelgan ekan xabar cümlenin orqasida yetkelgan ve mubdanın 5'te kelgan deymiz ve shunda olsun. Lam deki lam muzahlaqa ma ya da inne degan şu harf mushabbah bil bilninki ismisi mahalla mansub ma ism mavsul. Kim kelgan mubda yatafajjaru minhul anhar ma degan ism mavsulning silisi.
yetefecceru fiil el-enharu onun faili minhu car mecur yetefeccerunun mef'ulun bi gayrisiri. Minhu'daki zimir nimege qaytılırsa lema'daki mağa qaytıdı. Çünkü isim mevsulunun silisi cümleden kelediken çok isim mevsulunun silisinden isim mevsulunun zimir qaysı otu minhu'daki ma hu zimir mağa qaytıdı. Ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma'daki vav rupetbe inne minha lema yeşşakkaku bu nime getpe degende inne minel hicaret lema yetefeccer minhul enhar etpe bunun da bir alayda okşaydı irabi dep olduğunu mı buludu. Ama feyahrucu minhul ma yani o taşlar içinden yerili o an o yerilgallarından su çıkıdırdı minhul ma fevru petpe yahrucu minhul ma lema yeşşakkaku ki yeşşakkaku degen aşo sile olap kelgen cümlege ismi olsun siliske etpe. Ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah. Hem de bu ve inne minha lema yahbitu min haşyetillah ki bu del 5'te çıkıp oldu okşaydı. Yine bu khasın okşaydı degende ve inne minha lema yeşşakkaku ve inne minel hicarete lema yetefecceru minhul enharga i'rabcat okşaganlık için bunun devam edip gidimiz. Min haşyetillah ne buldu degende bu car mecrur olup bu mef'ulun li'eyli oludu. Yani o taşların içinden şu Allah'tan korqqanlıktan yüzden peske domulap düşüdüğalları var. Tağcıqıllardan domulap düşüdüğalları var degen manada. Ve mallahu bi gafilin amma ta'malun ki vav harf istinafiye desek o çada mallahu bi gafilin amma ta'malun bu cümle istinaf buludu. Bu yerdeki ma nafiye hicaziye leysinin emrine emel kıldığın ma nafiye hicaziye depatılıdı. Yani leysine okşuk için ma valla diyenlik ma'muşu. Bu Allahu o ma'nın ismi soyuludu. Bi gafilin car mecur onunki haber oludu. Xudu leysine haberde bezait diyenimizge okşaş. Bu bi gafilinki bezait oludu. Amma ta'malun gafilinin mef'ulun bi gayri sarih oludu. An huruful car ma degen isim mevsul onunki mecurri. Ta'malun ma degen isim mevsulunun silisi. Ta'malun. Sile kılıvatkan nasidin Allah gafil emas. Demek ta'malun anda oğanda ta'malun ma'nın silisi olsa isim mevsulunun sile ulan mı cümlesinin isim mevsulun zimir kaydetti dese o taşlangan. Yani mef'ulun bihi utkan bir zimir kaydedu. Mef'ulun bihi utkan zimirle taşlansı buldu. Yani amma ta'malunahu degen okşar. Demek amma ta'malun gafilinin mef'ulun bihi gaysiri. Amma isim mevsul demi ma'nı ma'i mesderge edep asak muldu. Ve mallahu bi gafilin amma ta'malun en amelikum Allah sizin emellerinladın kılmışlarınladın Allah gafil emas deb bu çağda amma ta'malun gafilin degan isim failni şu vaqtda yine mef'ulun bih oludu. Lekin ma'ni isim mavsul asaq mı buldu? Masdariya asaq mı buldu? İsim mavsul asaq bi gafilin anillezi ta'malunahu silnaning qilayotgan narsalardan Allah g'afil emas degan bo'ldi. Ammo masdariya asaq jumani Allahu bi g'afilin an a'malikum Allah sizlarning amallaringlardan nima qilmaydi? Ya'ni ta'malunning masdarini chiqdi, amal chiqdi. An amalikum degan bunda qiyos qilinib turib maf'ulun bi g'ayri sarf bo'ladi. Endi biz yuqoridagi oyatlarning tafsili sözlüklerinin kısa bazı cümlelerin gramatiklik münasebetlerini kürep öttük. Hem de biz yukarı cümle bilen cümlenin oturduğu münasebetlerini birisi cümlenin bağlanış hakkında toxtağımızda qasat qulubukum min ba'di zaliktiki qasat qulubukum diyen bu cümle 5'tiki cümlege etbe dedik. Yani cümle mukadderge etbe dedik. O adamın ular udi an o yaşıdı. Onun dinkin sümme kasat kulubukum. Onun dinkin
ma'lum şu o tirilgandan keyin Allah subhanahu wa taala şu adamni tirildirgandan keyin yana ularning qalblari ketib ketdi degan bo'ldi. Anda fahiya kal hijarat desa bu jumla ta'liyat. Chunki nima ish qilib ketadi? Chunki ularning qalbi toshga o'xshash dedik. Fa kal hijara jumla ta'liliya illat ma'nosini ifodalab beradi. Papa ta'liliya dedik şu an. Endi أو أشد قسوة bu biz cümle degan vaqtimizda hiya ashaddu qasva degan bo'ldi. Hiya ashaddu qasva. Mana bu cümle ta'liliyaga atfa. Ve inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar desek bu yerdeki ve inna min al-hijara degan cümle lima hammasi qo'shilib bu cümle haliye. Ve halbuki o taşlarının içinden yani taşlarının bazısı din aşağı taşlarının içinden üsttenler etilip su etilip çıkıp kalır var diyen oldu. Hem de lema yetepeccerodu ki yetepeccerodu desek müşer lema müşer birinci isim mevzulap diyen ma müşüm şu cümlede belki ma töt yeri geldi müşüm ma'nın ki silisi. Ende ve inne minha lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma'diki inne minha lema yeşşakkaku ki bu nimet buldunuz inne minel hicar degan cümle ep buldu. Ama yeşşakkaku bu ikinci ma'nın ki nesi oldu bu? Silisi oldu. Yahrucu minhul ma degan cümle bu yeşşakkaku degan cümlege etpe isim mevzusunun silisi olab kelgan cümlege et bo'lg'achqa shu bilan jumla grammatiklik qo'ni yo'q. Inna minha lama yahbitu dedik. Inna minha lama yahbit. Inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Endi bu yerdagi bu jumla inna minal hijarati andin degan jumlaga yoki nima bu cümle inne minha lema yahbitu ve inne minha lema yahbitu degan bu cümle ve inne minha lema yashaqaqu degan bu cümlege et bozuk bulundu. Bazı yazıklarda hatalıklar var. Ama yahbitu degan cümle ama üçüncü ma'nın nişade töddanın ma'kal üçüncü ma'i mevzunun ki silisi oldu. Ve mallahu bi gafilin ki mallahu bi gafilin cümle istinafiye ta'malun mana bu to'rtinchi ma o'g'an amma ta'malun ma degan ism mavzuninki silisi deb qaraymiz. Shuning bilan bu bugungi darsimizninki grammatikalik jihatdagi to'xtalishimiz oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.